bugun kel. Har kuni yangi qiziqarli sarguzasht. Mamba pushtidini ko'k kurtkada, Niko kuchukcha binafsha rangda ham. Ular suvlar tiniq bo'lgan Baykal ko'liga yetib kelishdi. Yaqinda hech qanday qo'rquvsiz kashf qilishga tayyor. Baykal muhrlaridan to'porlayotgan ko'llarga Mamba va Niko o'zlarini juda yaxshi his qilmoqdalar. Baykal omul va baliq toza suzish bilan Baykal ko'lida ular salqin chekinish joy topadilar. Mamba va Niko shonqin va o'ynaymiz. Baykal ko'lida biz kun bo'yi suzamiz. Muhrlar juda do'stona va suvlar juda toza. Sibirda bizning zavqimiz aniq. Sayoz qo'ltiqlardan tortib keng yo'llargacha Mamba va Niko suv oqimini o'rganadilar. Yovvoyi tabiat va ajoyib manzara bilan Baykal ko'lida ular bo'ylab sayohat qilishadi. Qorli cho'qqilardan muzli qirg'oqqa Mamba va Niko ko'proq narsaga tayyor. Baykal muhrlari va suvlari juda moviy. Baykal ko'lida sarguzasht haqiqatdir. Mamba va Niko shong'in va o'ynaymiz. Baykal ko'lida biz kun bo'yi suzamiz. Muhrlar juda do'stona va suvlar juda toza. Sibirda bizning zavqimiz aniq. To'lqinlardagi yaxtadan quyosh botguncha yorqin Mamba va Niko tun bo'yi sirpanib yurishadi. Baykal ko'lida quvonch hech qachon tugamaydi. Muhrlar va baliqlar bilan sehr boshlanadi. Mamba va Niko quvnoq yuraklar. Baykal ko'lida ularning qo'rqadigan joyi yo'q. Belur suvlardan tortib baland tog'largacha ularning Baykal ko'li sarguzashtlar osmonga tegadi. Like, share, subscribe biz bilan birga bo'ling. Mamba va Niko